Mashina bozori buzilyapti. Yo'q, unaqa fake xabarlarga ishonmanglar. Mashina bozori faqatgina rekonstruksiya bo'lyapti. Tomlari olinib, kraska qilinib, yangi tomlar do'konlarga yangi alkafonni qilishyapti. Asfalt qilib, xullas bozorimiz rekonstruksiya zamonaviy do'konli bo'ladi. Internetiga har xil yolg'on gaplarga ishonmanglar. Bozor buzilmayapti, faqat rekonstruksiya bo'lyapti. 4-5 kun davomida shunaqa bo'ladi. Mashina bozor menimcha savdoga qo'yishmasa kerak. Qarab ehtiyotlarni qilib kelaverasizlar. Naveslar buzilib, rekonstruksiya ishlari olib borilyapti bozorda. Ko'ring. Zamonaviy yangi do'kon bo'ladi. Ma'mula ham yaqinda qilishgan edi, bilamiz. Bozor menimcha 4 kun, 5 kun ishlamaydi. Internet orqali savdo qilib turamiz. Nima kerak bo'lsa, buyurtma bersanglar dastlabki qilamiz. Bu videoni mashina bozoriga kelmoqchi bo'lgan, gapga solmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natinglar. 4 kun, 5 kun bozor ishlamaydi.